Adaş qanday ahvoling, yaxshimi? Iliq yumur yo'lindigan to'p akirib qo'yman deb hozirgacha akirmiding'u. Tez akirib qo'ysang bo'ladi. Banka kartangni telefonga bog'laganmi? Bog'lamasang kiramaysan. Ha, nima adaş? Bog'lash? Men banka kartamni bog'lamabdim-a deyna. Ma'qul, hozirlan bog'lay-ya. Only you can make all this world seem right. Only you. हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। हो गया है तुझको। Yılqı uyutkiler konuşturman başlıyor. Ümitsiz. Çay bakay bo'ldi çay isteyim. Qarang, amdi ikkaylan tunjuqdan ko'rishibdik. Men bu tuzuk gap qilishni bilmayotganman, tag'in. Amdi shu sizdan bir savol so'rayman. Bunu sonra. Sizning uyingiz nerede tursiz? Ben yakın uyağım. Biliyor musun? Şansa. Uyba. Doğrusu ben size bir soru sorarım. Sizlerden biri kaçıcı mı? Qarang, dadam, apam, akam, men, lekin qo'yimiz bor, lekin 5 to'g'ri, 10 katta bir qilimiz bor shu. Bundaqda sizdan yana bir savol so'ragim keldi. Lekin shu sal Vay, cılma sonra verin. hijr bo'lib shu. Siz qanday qizlarga? Ben sen baba. Eski kızlar. Ey, albaytma yapmış gapni baldur chiqargan bo'lsangiz, mushta buruqtirim bo'lib o'tiramdim. Vahshiy zerikdim ba'u o'shansiz. Menichi qarang do'stlarim hamasi adam emassan, qaramjimu deydi. Hey, ma gapga kelili qarang. Men sizni yoqtirib qoldim-da. Agar sizning menga ko'nglingiz bo'lsa, men bizning oiladagi tazini asta yo'lga silib, ikkaylan Doktor, mening shuncha o'riqlash orzuyim bordi. O'riqlashning doğrusu bormi? Bunun doğrusu bak. Gap yaxshi. Shuni bir yozib beraman. Bunun doğrusu attaganda bir stakan qaynoq suv ichsiz. Tushda bir tal o'rna yeysiz. Kechda bo'lsa yarim tal o'rna yeysiz bo'ladi. Tomoqdan keyinmi, burunmi? Agina, boshqa kun tushdi. Sizga buyurdim. Bu topqan chiqib qaytirma. Telefon bilan gapir. Vay. Kim o?
esimde. Gerçi 300 zencir pul olmasın Ma'qul. Pulunu qaytaramay, vicdan azabı atıp kalmasın. Battı bari. Yana 300 koy beripti. Kedi. Bu nesini yemedim o dedi kasabamızda. Yok yemem. NTV ko'rmaganning oqibati. Sizlarni qaqaqlab güldürgen bu ko'rinishlar esingladimi? 2014-yil bu e'lon bo'ldimi? Nomidagi komediyali qisqa film sizlar bilan yuz ko'rishgan edik. Mana bugun Oftob chiqdi nomida qaytib keldik. Let's go.